Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizda. Avtori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati, ovozda Xadicha Uyg'ur. 23-qism. Ikkinchi tema aql va qalbni burmalamaslik. Yezilgan kitap, e'lon qilingan maqola va ommaga har xil usullar bilan yetkazilgan uchurlar kishilarning ideyasini va qalbini qaymoqtirib, haqiqatdan yiroqlashtirmasligi yoki ularni yolg'on uchurlar bilan to'ldirmasligi kerak. Eng cho'ng bo'lgan ish insonlarning aqli va qalbini noto'g'ri uchurlar bilan to'ldirish bo'lib, aql va qalbning bulg'anishi butkul ijtimoiy va jismoniy muhitni bulg'aydi. Doktor bemorga ehtiyoji bo'lgan dorilarni beradi ham berishi kerak bo'lganidek, kishilar qalbimi go'zallikka, haqiqatga va yaxshilik muhtoj bo'ldi. Shunlashqa jamiyatning haqiqiy go'zal va yaxshidan xabardor bo'lish huquqi bor. O'qituvchilar, diniy ulamolar, yozuvchilar va olimlar kishilarga to'g'ri bo'lgan o'gitishi zarur. Chunki to'g'rining o'rnini, xatoni, haqiqatning o'rniga safsatini o'gitish bir jamiyatga va bir xalqqa qilingan eng cho'ng zulm bo'lib hisoblanadi. An'am surasining 93-oyatiga asoslanganda kishilarga xatoni o'gitish yoki din nomida xato fatvo berish eng cho'ng zulm bo'ladi. Nahl surasining 116-oyatiga asoslanganda bunda qilg'uvchilar nijotga erisholmaydi. Diniy ulamolarning kishilarga xurofotni, noto'g'rini, shundaqla din bilan hech qanday munosabat yo'q narsani din deb o'gitishi eng cho'ng zulm hisoblanadi. Chunki ular bu qilmishi orqali dinning haqiqatini o'rganish huquqi bor kishilarning aqli va qalbini qaymoqtirib, ularning huquqiga daxl-daruz qilgan bo'ladi. O'qituvchilar yosh o'smirlarga o'zining ideologiyasini singdirishning o'rniga ularga to'g'ri bo'lgan ilmiy bilimlarni o'rgatishi va noto'g'ri uchurlar bilan yosh o'smirlarning yumron zehnini bulg'amasligi kerak. Ularga noto'g'ri uchur ma'lumotlarni yetkazish ularning aqli va qalbini o'ldirganlik bo'lib qolmay, yana ularning haq huquqiga daxl-daruz qilganlik bo'ladi. Siyosat nomida xalqqa yolg'on so'zlash, ularning siyosiy moyilligini va siyosiy jihatdan ma'lumotga ega bo'lishni xato yo'linishga yetaklaganlik bo'lganlikdan bu xil qilmish siyosatning bulg'anishini keltirib chiqardi. Dаңlıq faylasuf Farabi siyosatni kishilarni fazilatga ega qilish san'ati deb ta'riflaydi. Siyosat sohasida noto'g'ri ma'lumot berguvchilar va amalga oshmaydigan ishlarni va'da qiluvchilar kishilarni hech qanday fazilatga ega qila olmaydi. Shundaqla ular xalqning bu sohadagi huquqini dafsanda qilgan bo'ladi. Kitob va maqolalari bilan kishilarning zehni ham qalbini bulg'aydigan yozuvchilar yuyish paklanish tas bo'lgan gunohlarni sodir qilmoqda. Jamiyatda tafriqachilik paydo qiladigan, kishilar aro adovat tuyg'usini kuchaytiradigan va muhabbat tuyg'usini o'ldiradigan bunday kishilar davrimizdagi eng cho'ng zolimlar bo'lib hisoblanadi. Shunga jamiyatning o'z ustidagi haqqini ado qilishni xohlaydiganlar odil bo'lishi va ommaga to'g'ri uchur yetkazishi kerak. Kishilar go'zallikka, haqiqatga, manfaatlikka va fazilatga loyiq bo'lib, bularga erishish ularning haqqi hisoblanadi. Diniy ulamolar, o'qituvchilar, siyosiyonlar va yozuvchilar bilan tinch jamiyat barpo qilishni o'ylasak, aldamchilik va qaymoqtirishni voz kechishimiz kerak. Jannatga eng loyiq kishilarning odil va kishilarga haqiqatni o'ylaydiganlar ekanligini unutmasligimiz lozim. 3-o'zgarish va yangilik haqqi. Ma'lum bo'lganidek, jamiyat haqida barliq kelgan nazariyalarning biri bioorganik nazariyasi bo'lib, falsafa, jamiyatshunoslik va qonun falsafasidan o'rin olgan. Bu nazariya jamiyatni odam badaniga o'xshatish orqali o'zining nazariy sistemasini o'rnatishga tirishadi. Jamiyatning rolini odam badaniga o'xshatadigan bu nazariyaning yildizi qadimgi davrlarga tutishadigan bo'lib, qadimgi Yunon falsafasini Farabiygacha, uningdan Ibn Xaldungacha so'zilgan bu nazariyaning tarqalish ko'lami g'arb jamiyatshunoslikni o'z ichiga oladi. Mening bu masala nemishqa mush nuqtada muhokama qilmoqchi bo'lganligini so'raydiganlarmi bo'ladi albatta. Jamiyatning qurilmasi va bu qurilmaning xizmat usuli odam badaniga o'xshaydigan bo'lg'ashqa, odam badanidagi yangilanish va o'zgarish hodisasi jamiyatda yuz berishi kerak. Sperma va tuxum urug'langandan keyin inson bolasi boshdan kechirgan bosqichlardagi o'zgarishga o'xshash jamiyatda o'zgarish va yangilanish bo'lishi kerak. Agar bir jamiyat o'zini yangilamasa va davriga moslasholmasa, undaqda uning halok bo'lishi muqarrar. Jamiyatning hayotiy kuchi yangilanish va yanglash ilib kelgan o'zgarishdi bo'lib, agar beg'imizga mevalik daraxt bahor kelganda chechaklamasa va big' surmasa, biz uni kesib o'choqqa o'tin qilamiz. Chunki u mevalik daraxt atiyozda o'zini yangilamaydigan va borib pastiga moslasholmaydigan bo'lib qolgan edi. Davrlarmi bahor pastiga o'xshaydi. Ko'klam mavsumida chechaklamaydigan va big'lamaydigan xalqlar yashash huquqidan mahrum qildigan bo'lib, ular qurib tariq o'chiqiga o'tin bo'ladi.
Davr pasli jamiyatlardan chechak etishni, bix surishni va yangi mahsulni taqozo qildi. Yangilanish va o'zgarish bularni ro'yobga chiqardi. O'tmishning yirtilib juljul bo'lib ketgan kiyimlarni silib etib, yangi davrning kiyimlarini kiyishni shart qiladi. Xuddi yirtilib ketgan kiyimlar bilan sarxillar anjumaniga qatnasha olmaganimizga o'xshash, davri o'tgan jamiyat tushanchangiz bilan madaniyat jamiyati qatoridan o'rin ola olmaysiz. Shunga yangilanmaslik va o'zgarishdan yiroq turish ayib sifatida jamiyatga yepishib qoladi. Jamiyatni yanglaydigan va o'zgartiradigan kuch insonning mingsi va faoliyati bo'lib, undaqda orqada va oldida tam to'saq bo'lgan Yasin surasi 9-oyat menga bu yangilik va o'zgarishni qanday amalga oshirdi? Yangilanish va o'zgarish menga ishiltishni, ya'ni menga va qalb deb atalgan tavafgoh ishida tafakkur ibodatini ado qilishni taqozo qiladi. Tafakkur qila olmaydigan aql yangilik va o'zgarish ufuqiga qanot qaqolmaydi. Tafakkurni turlarga ayirish foydali bo'lib, ularni diniy tafakkur, siyosiy tafakkur, ilmiy tafakkur va insoniy tafakkur ideya deb tizishga bo'ladi. Tafakkurni yanglaydigan va uni haqqi bo'lgan o'zgarishni vujud chiqaradigan kishilar chuqum dogma va ideyaviy fikr bo'yinturuqlaridan pachoqlab tashlab, o'zini bu to'saqlarning ishdan chiqarishi kerak. Agar diniy o'limalar kishilarning qalbiga din nomida dushmanlikni emas, balki mehr muhabbat, bilim va ilohiy nurni singdirsa, u holda bu jamiyatda yangilikqa intiladigan va ijobiy o'zgarishni borliqqa kelishiga kafolat qiladigan vaziyat borliqqa keladi. Bu sababdan diniy o'limalar ilohiy tafakkurning insonlarning mingsi va qalbida bo'sish hosil qiladigan o'zgarishlarning borliqqa kelishi uchun sharoit yaratishga tirishishi lozim. Siyosiyonlar jamiyatning yangilanishi va o'zgarishi uchun planlarni o'tirib qo'yishi kerak. Nizo qilish sababidan xalqqa xizmat qilish fursatini yo'qotgan va jamiyatning yaxshilanishi uchun to'hfa qo'shmagan siyosiyonlar jamiyatning haqqini dafsan qilgan bo'ldi. Yiroqni ko'radigan nazar doirasi keng siyosiyonlar jamiyatning yangilanish va o'zgarish haqqini amalga oshirish uchun uzun mezgillik planlarni tuzib chiqadi. Siyosiy ideyalarni borliqqa keltira oladigan kishilarni yetishtirish bekmi mushkul bo'lib, bu tirishchanlik bir jamiyat uchun to'liq zarur. Chunki siyosiy tafakkur ilmi insoniy va diniy tafakkurni birlashtirib, jamiyatga hayotlik ato qiladigan tafakkur bo'lib hisoblanadi. Masalalarga keng doirada nazar tashlaydigan, xalqni parchalab guruhlarga ayirib etmay, hammasini quchoqlaydigan va siyosatni muhabbatga aylantiradigan ideya jamiyatga jon, hayot ato qiladi. Ilmiy ideya bo'lsa, taqlidni yo'qotadigan, yangi mahsulot borliqqa keltiradigan, kishilik turmushni osonlashtiradigan va jamiyatni tub yildizi yanglaydigan ham o'zgartiradigan tushuncha bo'lib, bu ideya ba'zi siyosiy tafakkurga yetakchilik qiladi. Texnikani borliqqa keltirdi, tabiat va insonlarning sirrini yechib berdi. Shuning bilan bir vaqtda u ba'zida insonlarning mingsi va jamiyatni do'zaxga aylantirsa, yana ba'zida taqlidvozlikni yo'qotib, jamiyatda burilish hosil qiladi va uni jannatga aylantirdi. İnsani ideya aql bilan qalbni birlashtiradigan va butkul insoniyatni bag'riga bosadigan dunyo qarash bo'lib, uningda barliq kishilarning qarindosh ekanligiga va bu qarindoshlikning bulg'angan kishilik munosabatni o'zgartiradiganligiga ishonish tashabbus qilinadi. Har vaqt yangi planlarni tuzib izlanish bilan shug'ullanadigan shaxslardan tashkil topgan jamiyatlar to'xtamay yangilanadi va to'xtamay o'zgaradi. Bundaq jamiyatlar har xil tafakkur faoliyatlarini ilib boradigan a'zolari bilan o'z davrining yangi eqibiga, zamonning taqozosiga tayyorlik qiladi. Bu ideya tushunchalarning hammasi o'zgarishning xush xabarchisi bo'lgan bahor shabnamiga o'xshaydi. Ular chechaklaydi, meva beradi, jamiyatni yangilaydi. Hamda jamiyatni yaxshi tarafga yetaklaydi. Agar aql va tafakkur oldidagi to'solg'ini supurib tashlamaganda, bu shabnamlar tushmaydi va bahor kelmaydi. Shunga aqli o'yg'oq, tafakkur saga sarxillar. Aqlga silingan bo'yinturuq tafakkurni bog'lagan zanjir kishanlarni pachoqlab tashlanglar. Erkin tafakkurga to'solg'u bo'lgan barliq sepillarni portlatib gum qilinglar. Jaholatning zaharli hilollarining beshini ezinglar. Qaloqliq o'vsi bo'lgan shaytonning ibodatxonasini gumron qilinglar. Ilm irfon nurini chaqnitib ilohiy rahmat tomchilarini oqqizinglar. Shuning bilan yavush shoxlar qirqilib insoniyat yangilansin. Jamiyatning haq huquqi ichida demokratik hayot bor bo'lib, biz bu yerda jumhuriyatning g'unchisi bo'lgan demokratiyaning eng muhim qimmat qarashlaridan biri ustida to'xtalib o'tamiz. 4. Xalqning orzusini o'rindash. Demokratiya tarixini insoniyat tarixi o'xshash qadimiy desak qat'iy xatolashmaymiz. Demokratiya o'zini sistemli holda his qildirgan harakatlarning yo'linishi, hokimiyat yurgizgichlarga avomning ovozini yetkazish shaklida namoyon bo'lgan.
Demokratiya üçün ən kəskin kürəş elib berilgan soha arzu, istak, ehtiyoj və məsələlərinin hakimiyyət yürgüzgüçilərə yetküzüş yollarının ochiq bo'lishi, ya'ni xalq bilan hakimiyyət yürgüzgüçilər o'rtasida aloqa sohasi idi. İdare qilg'uvchilarning avomning arzu istaklariga quloq silishi, ishitishi va uning taqozosi bo'lgan amaliy harakat siyosatlarini yo'lga qo'yishi demokratiya deb atalgan ilg'or boshqarish tuzimining jonlanishiga kafolat qilgan. Chunki bu xil boshqarish shakli xalqning dod faryodi, nolisi va amalsizligi uchun ularning haq-huquqini izlash yo'li deb qaralgan. Shundaqla bu haq-huquqni amalga oshirish uchun hal qilish chorasi tepishga tirishgan. Kişilerin nidasıga quloq silib çare izlash qonunini dastlabda hammaga qodir Allah yo'l qo'ygan edi. Allah sizlarga so'rgan narsalarning hammasini berdi. İbrahim surasi 34-oyat. Koinotning hukmron bo'lgan Allah bandalarining orzusini amalga oshirgan. Oshiradi ham oshirdi. İnsonga o'zining masalalarini yaratquchisiga yetkazish va uning ovozini anglash huquqini bergan Allah bandalariga dod faryodlarini, arz shikoyatlarini, orzu, istak va ehtiyojlarini o'ziga yetkazish huquqini berib qolmasdan, yana ularga haq huquqini talab qilishni, ilishni o'rgatdi. İnsanın arzusi, ehtiyoji va qiyinchiliklarini Allohga yetkazish huquqi bor bo'lib, bandi bilan Allah o'rtasidagi aloqa yo'li hamisha ochiq bo'ladi. Özmü bendisining arzusini amalga oshirgan Allah, insoniyat orasidagi boshqarish shakllari ichidagi xalqning arzusini amalga oshirish uchun qilingan samimiy tirishchilikdan eng rozi bo'ladi. Aksicha, boshqaruvchilarning xalqning dod faryod, arz shikoyat, arzu istaklariga quloq solmaslik, masalalarni hal qilish chorasini izlamaslik qatorli qilmishlardan Allah nafratlanadi. Allah eng kichik hasharatdan tortib insonlargacha bo'lgan barliq jonliqlarning hayotini saqlab qilish ehtiyojini qondirdi. Jamiyatda ijtimoiy o'rin tuvan bo'lgan, shundaqla davlatning eng chat yoqasida yashaydigan kishilarning ehtiyojini qondirish, ularning dardiga darmon bo'lish va orzusiga quloq solish, hal qilish Allohning axloqi bilan axloqlanish va fazilatlik siyosatdan yuqori padasiga yetish hisoblanadi. Agar bir davlatda xalq ovozini hokimiyat yurgizuvchilariga yetkaza olsa, boshqaruvchilar buni ularning huquqi deb qarasa, undaqda bu siyosatning mehri shafqatga aylanganligi va jamiyatning nijotlikka erishganligidan derak beradi. Shunday qilib avomning ovozini hokimiyat yurgizuvchilariga yetkazish shaklida boshlangan demokratiya kurashi vaqtning o'tishiga ergashib qor pomzikidek cho'ngayib, oxirida xalqni hurmatlash va xalqning irodasiga qarshi xalqni boshqarmaslikdek fazilatni siyosiy hayotning voz kechgil bo'lmaydigan prinsipiga aylantirdi. Demokratiya uchun kurash qilayotgan kishilar siyosatga o'zaro hurmat va keng qursaqli ximir turuvchini qo'shib, kishilik huquqni amalga oshira oladigan siyosiy muhit yaratdi. İnsoniyatning ashu zulmatli kunlarida ular jafoliq kurash bilan demokratiya tuproqini o'sa qilganda fazilatlik siyosatning fazilatlik dunyosini kelgusi avlodlarga qoldirishni maqsad qildi. Ularning savdosi, ishqi va yerismanligi kishilik huquq dafsanda qilinmaydigan, kishilarga insoniy muomala qiladigan baxtli vatan meros qoldirish edi. Balkim ular o'lib ketgan bo'lishi mumkin, ammo demokratiya mashili ularning yodgori sifatida yenib turibdi. İnsani qadr-qimmat nurini kelajakka yetkazadi. Jamiyatimizga Cumhuriyet va demokratiya kurashi bu mashalni qo'lma-qo'l ko'tarib, oxirgi pallaga yetkazishga to'kib qo'shish sifatida tug'ilgan bo'lib, bugun u cho'ng bo'lib yigitga aylandi. Hammamiz bu yigitning betap bo'lib qolmasligi uchun nima zarur bo'lsa shuni qilishimiz kerak. Demokratik hayotning eng cho'ng dushmani va mikrobi jaholat, adovat, tafriqa va aql ishlatmaslik bo'lib, biz demokratiyamizga aql, bilim, erkinlik, barobarlik va qeyrindoshlik vitaminlarini berish orqali uning taraqqiy qilishi va yetilishiga kafolat qilishimiz lozim. Hokimiyat yurgizuvchilar xalqning ovoziga quloq solishi va farosat bilan ularga javob qaytarish orqali xizmat qilishi kerak. Agar ular aqlni siyosatga hukmron qilsa, xalqning ovoziga quloq soladi. Ularning masalalarini hal qilishga tirishadi. Xalq bilan hokimiyat yurgizuvchilar o'rtasidagi aloqa kanallari to'silib qolgan bo'lsa, demokratiya betap bo'ladi. Fazilatlik hokimiyat razillikka aylandi. Shunga aql, tafakkur, hurmat, erkinlik va haq huquq tuzumi bo'lgan demokratiya o'zini jamiyatning har qaysi qatlamlarida his qildirishi kerak. 5. Birlik va ittifoqlik. Allah insonni shaxs sifatida yaratish bilan billa, uning ichki dunyosida tavhid, ya'ni birlikni shakllantirishning qoidalarini qo'shib yaratgan. Nafsi, aql va qalb o'rtasidagi ittifoqlik shaxsni baxt saodatga yetkazdi.
Tabiiy shakllangan jamiyatlarga nisbatan eng ehtiyojli bo'lgan qimmat birlik va ittifoqlik bo'lib, jamiyatni parchalaydigan, uning birligini buzadigan va kishilar orasida bo'linish paydo qilgan ideya ham harakat omillari amaliyotda jamiyatning baxt saodatiga ziyon yetkazadi. Agar Alloh bizga Qur'onni nima uchun avatdi deb so'ralsa, berilgan birinchi javobimiz bo'linishni yo'qotish, ya'ni kishilar o'rtasidagi tafriqani yo'qotish uchun bo'ladi. Tafriqa bir xil ijtimoiy zulm bo'lib, u yer sharini tavritib o'tdi, lavhul mahfuzni harakatga keltirdi. Hammaga qadar Alloh bo'linishni do'zax deb ataydi. O't yog'ochni ko'ydirib kul qilayotganga o'xshash, tafriqimi jamiyatni va uning mavjudligini kapolatga ega qilgan qimmat qarashlarni ko'ydirib kul qiladi. Dal mushu sababdan oyatda tafriqa o't deb izohlanadi. Hammanglar Allohning arg'amchisiga mahkam yepishinglar. Tafriqchilik qilmanglar. Allah'ның sizlarga bergan nikmetini eslanglar. Öz vaqtida sizlar bir-biringlarga düşmay edinglar. Allah dilleringlarni birlashtirdi. Allah'ның nimeti bilan o'zaro qeyrindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zaxdan iborat o'rakning girvida edinglar. Allah sizlarni ulardan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga mushundaq bayon qiladi. Al-Imron surasi 103-oyat. Oyatdagi Allohning arg'amchisi degan uqum zodi nimani ko'rsatadi? Alloh bizga uzatgan ikki turlik arg'amchi bor bo'lib, bular aql va Qur'ondir. Arg'amchilarni bir arg'amchi qilib birlashtirgan vaqtimizda Alloh bizni tafriqa deb atalgan o't o'rikidan qutuldirgan bo'ladi. Qur'on qalbning arg'amchisi, aql bo'lsa, mangning arg'amchisi hisoblandi. Menga bilan qalb birlashganda aql Qur'onga, Qur'on aqlga tayindi. Aqlning yana bir ma'nosi tugun deganlik bo'ladi. Kishilarni aql tuguni bilan bog'lash jamiyatning ma'arif sistemasidagi haqqi bo'lib, ma'arifchilar buni ado qilmasa, ular jamiyatning haqqini dafsanda qilgan bo'ladi. O'quvchilar kelajakda siyosat sohasiga kirib, davlatni boshqaradigan bo'lg'achqa, o'qituvchilar ularga aql deb atalgan qimmatning funksiyasini o'rgatish kerak. Chunki aqlni asos qilgan siyosat jamiyatni bo'linishdan saqlab qoladi. Jamiyatdagi bo'linish keltirib chiqargan masalalar jamiyatning normalligini buzib qolmay, ya'ni sapo saviyasini tuvaltadi. Bu jamiyatlarni asta-asta halokatga olib boradigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Qasas surasining 4-oyatida Firavun jamiyatini dal mushundaq bo'linishning vayron qilganligini bayon qilgan. Shubhisizki, Firavun zaminda haddidan oshdi. O'z aholisini tabiqlarga bo'lib, ulardan bir tabiqini bo'zaq qildi. Allah Qur'onda tafriqa bo'linish masalasiga alohida ahamiyat bergan bo'lib, hatto tafriqa paydo qilish uchun silingan masjidda namoz o'qishni cheklagan. Bu oyat tuandikicha. Ba'zi kishilar mo'minlarga ziyon yetkazish, kufrini kuchaytirish, mo'minlarning orasini parchalash, Allohga va uning rasuli elchisiga qarshi kurash qilgan kishining kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular cho'qim biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb qasam qilishdi. Alloh guvohlik berudiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. Tavba surasi 107-oyat. Davrimizda mana mushundaq niyatlar bilan qurilgan va qurilayotgan masjidlar mavjud. Bu ham qiyomatgacha davomlashadi. Dal shu sababdan musulmonlarni firqalarga ayirib, bu masjid mavlarning, masjid avlarning deb ko'rsatib, bir-birining masjidlariga bormaydigan darajada ziddiyatning simvoliga aylantirilgan masjidlar uchun Janobi Alloh uning ichida hargiz namoz o'qima, Tavba surasi 108-oyat deb buyruq qilgan. Tafriqa paydo qilgan har qanday so'z va pozitsiya, ideya va harakat jamiyat binosini bir parchadan qishni qumurib tashlab, oxirida bu go'zal qasrni gumron qiladi. Jamiyatni tafriqchilik patqiqiga, o'tiga va zulmatiga itirdiganlar banda fuqarolarning huquqiga eng og'ir darajada ziyon yetkazdi. Shunga bundaq kishilarni Allohmu insoniyatni kechirmaydi. İjtimoiy ziddiyatni o'zining manfaati uchun ishlatmoqchi bo'lganlar amaliyotda kuyayotgan o'tning ustida o'tirdi. O't oldi bilan ustiga qo'yilgan narsalarni ko'ydirganga o'xshash, tafriqa do'zaxi oldi bilan ziddiyat paydo qilguvchilarni ko'ydirdi. Әмділа 20 yaşlarının qarşısını alğan 21-asr bölünüş ilib kelgan urushlarning qini bilan sug'urildi, o'sib yetildi. Ey insoniyat, ey musulmonlar, kelinglar, 21-asrni birlik, ittifoqlik asr qilaylik. Bu bizning qo'limizda. Biz buni Alloh bizga ato qilgan aql bilan amalga oshira olamiz. Biz adovat to'yg'isi iqiyotgan qon daryosidan ussuzligimizni qondirishning o'rniga birlik va ittifoqlik buluqidan, ya'ni qeyrindoshlik buluqidan baxt saodat sharbatini ichaylik. Şeytanga zo'ravonlik tuyg'usini tanglab, insoniyatga aql nurini sunayli. Avlodlarimiz qotillarning pushti emas, aqlning nasli bo'lsin.
İçimizdeki öşmənlik və nəfrət məxluqunu öldürüb, muhabbət dərəxiga oğut qilayli. Aziz radio anlıqış dostlar, bu qıtımlıq kitab oquşimiz müşəd ayaqlaşdı. Kilər qıtımlıqda görüşəyli, xeyri xoş, Allah qamanət.